Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Janob Sayohatchi kanalidasiz. Biz bugun Sevgi shahri bo'lmish Istanbulga yetib keldik. Biz hozir Fatih rayonidamiz. Bugun men sizlarga bir kun ichida Istanbulda qancha joylarga borish mumkin, nimalarni ko'rish mumkin va eng asosiysi qancha pul sarflashimiz kerak bo'ladi, hammasini sizlarga ko'rsatib beraman. Biz bilan sayohat qilishda davom eting. Istanbul mega millionli shahar bo'lganligi uchun bu yerda jamoat transporti juda ham rivojlangan. Taksilarda borsangiz agar bitta A lokatsiyadan B lokatsiyagacha vaqtingiz uzoqroq ketadi. Shuning uchun jamoat transportlaridan foydalanish yo'lingizni ham ekonom qiladi, pulingizni ham ekonom qiladi. Hozir biz mana Adhamjondan so'rayapmiz. Mana bunaqa kartalari bor, mana Istanbulda bu transportdan foydalanish uchun bu metroga, yana nimalarga ketadi? Metroga, kemaga, tramvayga, короче, hamma butun jamoat transportiga, avtobusga Istanbul karta bu. Nech pul turadi karta? Bu 165 Istanbul turk lirasi. Taxminan hozir lira kursi bizada $4 atrofida bu. $4 atrofida, $4 bu turadi va har bitta sayohatingiz, har bitta poyezdkangiz nech pul? 42 ekan bugungi kunda. 42 turk lirasi. Bu demak atrofida. $1 atrofida. 11 ming so'm desak bo'ladimi? 11 ming so'm, demak 11 ming so'm bilan ancha joylarga borib qo'ysangiz bo'lar ekan va tez, to'g'rimi? Ha, tez. Bular yo'lni hech kim to'smaydi. Bo'lmasa biz sayohatimizni davom etamiz. Hozir biz kartani ishlatgan holda tramvayda Aya Sofiya majmuasiga ketamiz. Ketdik. Kirib oldik. Endi mana shuni odamlarga o'xshab kutamiz endi. Mana qiziqarli faktor. Bu yoqda tramvay yo'liga kirishingiz uchun hamma joyda to'siqlar bor. Ya'ni texnika xavfsizligi ko'rib chiqilgan. Demoqchiman-da. Yosh bolalar yo'ldan o'tib ketmaydi. Bu tarafi yaxshi. Mana sariq liniya oldida turish kerak mana. Qani marhamat. Qani biz o'zimiz joychaga kirib olaylik. Keyin yaxshi. Keldik. Ko'rib turganingizdek jamoat transporti to'la. Yakshanba bo'lishiga qaramasdan. Oldik mana xudo xolasa Sultan Ahmed astanovkasiga ketdik endi. Juda gavjum. Lekin manzara ajoyib. Yolg'iz kelsangiz bir o'zingiz qolib ketmaysiz. Mana pishakchalar bilan o'tirishni qarang. Aytganda Istanbulda pishaklarni juda ham, ya'ni mushuklarni juda ham sevishadi. Xalq ularga hech qachon ozor bermaydi. Har doim hamma joyda bor va juda ham ko'p va toza ular, toza. Bular spesial privkalar ham qilib yurishadi. To'g'rimi? Mushugim, yetdik. Yur. Shunday joy borki, u yerda ikki imperiya uchrashgan. Vizantiya hamda Usmoniylar imperiyasi. Do'stlarim, orqamdagi inshoot Aya Sofiya masjidi. Qarib 1,5 ming yillik tarix. Avvallari dunyodagi eng katta xristian ibodatxonasi, keyin esa masjid, keyin muzey, bugungi kunda esa yana masjidga aylangan. Ajoyib joy. Qiziqarli faktori, bu yerni hozirgi ichida saqlanib turgan narsalari, ya'ni Vizantiya uslubidagi mozaika simon terilgan devorlari va islomiy xattotlik bilan bo'yalgan tomlari. Hammasi bugungacha saqlanib qolgan. Aynan ro'parasida esa Sultan Ahmed masjidi, ya'ni Moviy masjid joylashgan. Uni 6 ta katta minoralari va ichkarisidagi moviy koshinlari bilan tanishadi. Bu masjidning tarixiga nazar boqadigan bo'lsa, bu masjid Aya Sofiyadan kam bo'lmasligi uchun qurilgan masjid hisoblanadi o'zi. Lekin dunyoda haligacha dunyoning eng chiroyli va go'zal masjidlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda arava poygalari hamda shaharning eng muhim tadbirlari bo'lib o'tgan.
Do'stlarim, shunchaki ajoyib. Istanbul bu oddiy shahar emas. Bu yerda tarix haligacha yashab kelyapti. Turklarning eng sevimli nima deydi? Delikateslaridan biri simit olamiz hozir. Assalomu alaykum. Bu nima bu? Lambleymi? Bittasi lambleylik, klubnayli, bittasi shokoladli. O'zimiz chokoladalarga o'xshagan. Mana. Ko'ryapsizlarmi nima? Xullas, kulcha, sedanali. Bismillahirrahmanirrahim. Shirin lekin rosti. Tanlovda hech qachon adashmanglar, shokoladlisini olinglar. Demak, 130 berdingmi ikkitasiga? 65 dan ekan. Ya'ni $1.5 ekan. 10 20 ming. Qo'p olayotganda 20 ming so'm. Ha bizda ham 20 mingda shu narsa. To'g'ri ekan, yoqimli shaharga ketdik. Rostman, ko'p sayohatga chiqaman. Istanbulga nima uchun kelaman? Qayta va qayta. Men servis sohasi insoniman va bizlar jamoada ham xuddi mana shunaqangi kuchli servis bo'lishini xohlayman-da rostdan. Istanbulda, ya'ni servis sohasida ishlaydiganlar, bilmadim, ular o'zini ideologiyasini tanlab olishgan. Yo'q deyish qiyin ularga. Yo'q deyish qiyin. Sizni xarid qilishingiz uchun narsa qo'llardan kelgan hamma narsani qiladi. Sizni pul bilan, boshqa narsa bilan emas, sizni o'zini so'zi bilan jalb qiladi. Shunchaki qoyil qolish kerak. Bu o'ylaymanki, shu yillar, asrlar davomida shu razrabotka qilingan programma deb o'ylayman-da buni. Qoyil, respekt. Do'stlar, Istanbulga kelgandan keyin bu joyga kirmasdan ketib qolish yo'q lekin. Hali rahmatlarni o'rni aytasizlar. Eslab qolinglar. Seven Hills tepada yozilgan. Foto uchun eng zo'r lokatsiya. Prям eng zo'r bombasi. Ketdi. Seven Hills hozir tepasiga chiqamiz. Do'stlar, men Seven Hillsga kelasizlar. Seven Hills o'zi mehmonxona, mehmonxonaning 5-etajida o'sha restorani joylashgan. Bu yoqqa asosan hamma zavtrak qilish uchun kelishadi. Hozir bizlar ham zavtrak olamiz va maza qilamiz. O'ngga kirganlaringizda lift, ikkita liftdan tepaga chiqadi, xudo xolasa 5-qavatga ko'tarilamiz. Demak, keldi do'stlarimiz. Bu birinchi qavati mana chista restoran. Hozir biz tepaga chiqamiz hozir. Tepada yuringlar. Tushuntira olyapmanmi hozir nima uchun bu yoqqa kelish kerakligini? Ajoyib terrasa, chaykalarga ovqat berasiz. Zavtrak zakaz qilib, odamlar hammasini oldi. Men bitta free olib bersam bo'ladimi? Keling. Lekin manzara ajoyib lekin. Ana. Maza. Kelish kerak lekin. Lekin atmosferani qaranglar-da. Bu yog'ingizda dengiz. Sulton Ahmed masjidi, Aya Sofiya o'ng tarafingizda, orada maydon. Yuqoridan nazar boqamiz Istanbulga. Hozir bitta zavtrak zakaz qilamiz, endi ovqatlanib olamiz, ketdik. Bu yerga biz traditsionniy turk zavtrakini zakaz qilish uchun keldik. Demak, narxi 1560 turk lirasi turadi. So'mda narxini pastga yozib qo'yamiz. Lokatsiya manzara. Demak, do'stlarim, bizlarni zavtrakimiz keldi. Nonlar bilan, demak, bu yoqda nimalar? Bu nima olib keldilar? Menimem, ya'ni shakshuka. Ta'mlarini birdan ko'rib tashlaymiz. Mana. Bu kartoshkalik, uni qaranglar. Kartoshka va tuxumlik. Bu ham shirin. Demak, bu yoqda bizda sirlar, 4-5 xil sirlar, greypfrut, apelsin, bodring, cherry. Mana nima ekan qiziq narsa. Bu ham tvorожный ekan.
Bulochkalar va mana bu yogurt. Chocotella, bu ham qani? Shirinlik yaxshi ko'rmayman, lekin zo'r ekan shirinlik ham. Yumurta, xumcha va u opta kolbasa ham olib kelibdilar. Bitta nima, kartofel fri, lukovый kolsa, bardaq, hamma narsasi. Yoqimli ishtaha. Kelasizlar. Kelinglar. Demak, do'stlarim, sayohatlarimiz davom etyapti. Keyingi lokatsiyamizni hozir ko'rsatamiz. Suv osti sisternasi ham quyiladi. 336 ta mramorlardan yasalgan kolonnalar, ya'ni ustunlar mavjud. Bu joyda asosiy fishkasi Meduza Gargona deb eshitganmisiz? Shu Meduzaning ikkita katta haykali joylashgan. Bu Turkiyaning eng mashhur muzeylaridan biri. Ochirtlardan ham bilib tursangiz bo'ladi. Bitta-ichini sizlarga ko'rsatib beramiz. Bugungi kunda Turkiya turizm bo'yicha dunyoda rekordlar qo'ymoqchi. Buni aytishim lozim. Turk davlatiga bir yilda 62 milliondan ortiq turistlar keladi. Aynan 17 millionga yaqini esa aynan mana shu Istanbul shahriga keladi. 15 millionga yaqin turist Antaliyaga borishadi. Lekin tasavvur qiling, bir yilda 62 milliondan ortiq turistni qabul qila oladigan gap so'z yo'q. Ketdik. Eslaringizda bo'lsa, o'tgan safar Trabzondagi bitta xolamiz bilan yuzlama yopgan edi. Hozir mana shunaqa Istanbulda ham demonstratsiya qilib berishyapti turistlarga. Yuzlamani qanday yopiladi? Farzandlar yerda kelinlari ham qarab turibdilar mana. O'ng tomonda. Hozir biza Eminyon stansiyasiga keldik. Hozir biza portga qarab yo'l olyapmiz. Portdan boshqa sohilga bormoqchimiz hozir. Ketdik birgalikda. Lekin porti shunaqa katta va haybat katta krayslar ham turibdi mana shu yerda. Do'stlarim, bu yerda kechqurun, ertalab, kuni bo'yi mana shunaqa kruizlarga ham biletlar sotib olsangiz bo'ladi. Ujinlari bilan, zavtraklar bilan, obedlari bilan $10 boshlanadi mana shunaqa har xil turlari. $10 $50 bu yoqqa kelish uchun metroda kelaman desangiz agar, Kadeko liniyasi bilan ham kelsangiz bo'ladi. Katta kruizning katta laynerlar ham hatto bor bu yerda. Biz hozir o'rta ko'yga ketyapmiz. Mana o'tdik. Paromga minamiz. Paromda narxi bizlarda pulga 10 ming so'm. Bor yo'g'i 10 ming so'mga hozir paromdan u yoqdan bu yoqqa o'tamiz. Boshqa sohilga boramiz hozir. Bu zamonaviy marsrutka xullas. Kelasiz, kechirasizlar 10 ming emas, taxminan 20 ming. 20 ming ekan. Bitta tochkaga borishingiz. Zo'r, marsrutka xullas.
do'stlar 20 ming so'mga qanchalik emotsiya olishi mumkin? Aytingda menga. Mana. Bepoyonlikda ketyapsiz. Yaxtada aka boshchiligida komandir zo'r. Assalomu alaykum. Zo'r, maza qilyaptilar. Hamma mazada. Yo, qo'yilmisiz yo'qmi? Zo'r. Lekin realni zo'r. Maza qilib taxminan bir 300-400 kishilar o'tirdi hozir men bu yerga. Bir samolyot odam o'tirdi xullas. A tochkadan B tochkaga boryapti. Bu eslatib o'taman, bu shaxsiy emas, bu davlat transporti. Bu ham как бы transport sifatida foydalanyapti bu yerda. Kechqurun bundan keyin soat 7 ga bizlarda yana bitta paromda ujin rejalashtirilgan. Bu ujinda biz taxminan 2 soat bo'lamiz paromda. Ovqatlanamiz, sayohat qilamiz, прогулка qilamiz. Gid ekskursovod ham bizlar bilan birga bo'ladi. Men ham sizga albatta ko'rsataman. Mana hozir yetib keldik. Sayohatimiz atiga 15 daqiqani vaqt oldi yo'limiz. Hozir tushamiz. Endi har lokatsiyaga kelib rosti ta'ajjublanyapman. Yana bir bora har safar kelsangiz, o'zi Istanbuldan qayta bahramand bo'laverasiz. Do'stlar, albatta kelinglar. Hozir keyingi lokatsiyani ko'rsatamiz, keling. Do'stlar, hozir biz Istanbulning O'rtako'y tumaniga keldik. Bu tuman o'zining, mana bu O'rtako'y maydoni bilan mashhur. Bu maydonda dengizni oldiga qarab turuvchi kafe, restoranlari, shirin taomlari, haqiqatan bitta zo'r kartoshka tayyorlanadigan taomi bor. Unga keyin boramiz, ko'rsataman. Va undan eng mashhurrog'i bu O'rtako'y masjidi. U Istanbuldagi eng chiroyli fotolokatsiyalardan biri hisoblanadi. Orqasida Istanbul shahrining bosh ko'prigi, Bosfor ko'prigini ham ko'rib turishingiz mumkin. Kechqurun juda zo'r yonadi. Lokatsiya albatta eslaringizda qoldiringlar, yozib qo'yinglar. O'rtako'y. Hozir esa masjidning oldlarini, ichlarini sizlarga bitta obzor qilib beramiz. Do'stlar, sizlardan shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Hamma joyga borsak, masjid haqida gapiryapmiz. Chunki Turkiya o'zi dunyoning eng masjidlari ko'p davlatlardan biri hisoblanadi. Umumiy soni 90 mingdan ortiq, Istanbulning o'zida esa 3600 dan ortiq masjidi bor. Har bitta shaharda, har qo'pol aytganda, har 200 metrda, 300 metrda bitta masjid ko'rsangiz bo'ladi. Do'stlar, Istanbulda eng mashhur bitta delikateslardan biri bu kumpir. O'sha keldik. Abi, assalomu alaykum. Alivi. Aha. Take away. Take away, yes. Buni qaranglar. Bir kishi yolmaysan deb 3 ta qoshiq beribdi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Xullas, kartoshka
ni ichiga nimalar soldi? Hamma narsa soldi. Olivye ham soldi. Achchiq xalapenyo bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'rku. Sirlari ham bor ekan. Hammanga maqtab beraman. Kumpir. Men achchiqroq yaxshi ko'raman, spicy aytdim. Xohlaganlaringizni to'ydirib olsangiz bo'ladi. Vazni 1 kilolar bor lekin, rosti. Hozirgi mana shu hamma manzarani ko'rib, xuddi o'zimizni Chorsuga borgandek bo'lib qoldim-da. Kartoshkani hamma shunday sotyapti. Demak, shunchalik ko'p yerga o'zimizning o'zbek vatandoshlarimiz ham ko'p kelishadiki, hatto xodimlarini har bittasini lavkasida bittadan o'zbek ayollar o'tiribdi. Kelinglar deb o'zi o'zbekcha. Yedik desam, yo'q, yana olinglar deyapti-da. Servis. Ko'rdilaringiz, taxminan bir 100 dan ortiq kumpir sotadigan mana shunaqa lavkalar turibdi. Restoranlarda ham kumpir, bunaqa ham. Zo'r. Turkiya mana shunaqa ko'chalari Yevropani tor ko'chalarini eslatadi lekin. Atmosfera afsha zo'r. Eho ham bor. Ketdik. Hurmatli do'stlar, sayohat qilinglar. Nima deymiz? Kofe ishqibozlari uchun Starbucks ham bor. Marhamat, kelamiz. Salqingina har doimgidek kofe ichamiz. Hidi zo'r baribir. Bitta chashka olib ketamiz o'zimizga. $750 ga mana Starbucks'dan original diserligi. Bu yozamiz narxini. $20. Do'stlar, Starbucks hamma joyda o'sha Starbucks narxlari menimcha hech qayerda o'zgarmasa kerak. Bizlar ham olganimiz mana ikkita kofe, bitta kokteyl $265 har biri taxminan $7. O'zakina chanqoq bosdi issiq kunlarga. Do'stlarim, deb manzarani tomosha qilib o'tirasiz. Do'stlarim, hozir biz kechki lokatsiyamizga kelyapmiz. Chap tomonimizda Xalit ko'prigi. Biz esa atmosfera bo'ylab yaxtada sayr qilamiz. Bosfor bo'yicha sayohatimiz kechki ujinlari bilan birga. O'ylaymanki, hammasi sizga yoqadi. Ketdik. Do'stlar, biz sayohatimiz hozir boshlanyapti. Xudo xolisa, kechki ujindi va sayohatni aynan mana shu kemada qilamiz. Vakana Golden Bosfor Bus.